Diqqat! Barcha yurtdo'stlarimizga shoshilinch xush xabar. O'zbekistonda endi minglab fuqarolar haydovchilik guvohnomasini, ya'ni pravani mutlaqo tekinga olishlari mumkinligini bilarmidingiz? Bu shunchaki mish-mish emas, balki rasman tasdiqlangan imkoniyat. Agar siz yoki yaqinlaringiz ushbu imkoniyatdan quruq qolishni istamasangiz, videoni aslo o'tkazib yubormang. Biz barcha shartlarni hoziroq tushuntiramiz. Ana endi bugungi kunning eng shov-shuvli xabariga qaytamiz. O'zbekistonda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi yangi bosqichga chiqdi. Xabaringiz bor, haydovchilik guvohnomasini olish uchun o'qish va imtihon topshirish anchagina mablag'ni talab qiladi. Ammo endilikda davlatimiz tomonidan kam ta'minlangan oilalar va yoshlar uchun ajoyib imtiyoz joriy etildi. Xo'sh, kimlar pravani bepul olishi mumkin? Bu imkoniyat temir daftar yoki ayonlar daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Maqsad yoshlarning kasb egallashiga ko'maklashish va ularning bandligini ta'minlashdir. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz, maxsus dastur asosida avtomaktabda o'qish xarajatlari davlat tomonidan qoplab beriladi. Buning uchun yashash joyingizdagi mahalliy hokimiyat yoki yoshlar ishlari agentligiga murojaat qilib, tegishli hujjatlarni tadqiq etishingiz kerak bo'ladi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang va darhol harakatni boshlang. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashing. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.